Doktor Erkin Ekrem'e dedim de bu herkes bu tutulgan yattıqta olması mümkün bu çünkü büyük ihtimalle bununki akısım yani nurgun tutulmağadır mı? Hem birlam goruh bolmaydı bular dedim de her qanday devletde kılıvatkan bu cinayet nimeler. Hatta sabit buluşum mümkün de. Bunda hareketçen emas. Ama normalde bu şu anda sen Türk Telekom oxşaşmışında bizge məşindaq uçur taqıtıdığan bu şirketler mesela özünün şu kompüterlerde özününki sırtıda birilerininki məndə qanunsuz hərəkət qılatqanlığını bayqayamam diye normalde. Bayqaydı əməliyyatda, bayqıqılı buludu. Çünki şu telekom şirketleri özününki muş toğruğa yoluna atqan uçurnunki naq şu telekom nimesinin telefondan kelgen yoki bo'lmasa arlıqdaki bir adam arqılıq kelib atqanını onu bayqaydigan iqtidar var. Endi bu telekom şirketlerinin kimi yaqindan beri bo'lib mana necha yildan beri texnologiyaning taraqqiyotiga moslashish, uning keyin shu bozor raqobatida mavjud bo'lib turish uchun balkim ular hamma iqtidorni tonishtirgan shu ishlatgan bo'lishi notayin. Degandagidek 4ga chiqdi, bir mezgildan keyin 5ga chiqdi, endi hozir 6ga qarab yurish qilyotdi. Andan keyin baho har zaman tushib turishi kerak. Biz xaridorlar davomli bahoning nima bo'lishini, texnik yaxshi mulozimat qilishni biz talab qilib turibmiz. Shunday bo'lganligi uchun telekom shirkatlari yilda millionlab shu yangi texnikaga mablag' soladi. Topgan foydasining hali ko'p qismini shu texnikaninki nimasiga mablag' solib turadi. Bunda bo'lganligi uchun hamma nimasini ishlatsa balkim nima qilish mumkin, bozor raqobatiga moslashish mumkin, balki ba'zan iqtidorlarni to'liq qilgan bo'lishi mumkin. U bir. Ikkinchisi, masalan, agar Huawei'ninki antennasi bo'lgan bo'lsa, masalan deylik, endi bu Huawei'ninki nimasini ishlatayotganlar ko'p. Endi bir qism g'arb davlatlari Huawei'ning antennasini cheklayapti, ishlatmaydi. Ammo Turkiya Huawei'ning antennasini ishlatadi. Hem texnika Xitoydan keldi. Uningki boshqaradigan narsani Xitoydan keladi. Demak, Xitoy o'zining yumshoq detaliniki yuchiqining nima ekanligini ular bilalaydi. Bilalagandan keyin balkim shu yuchiqdan foydalanib turib, shular his qilinmaydigan darajada bir narsa qilgan bo'lish ehtimoli bo'lishi mumkin. Agar moslashgan bo'lsa bir-biriga. Demak, ayadagi ISMA signal tutqush degan narsa Huawei'ninki shu yuchiqlardan foydalana oladigan, o'zlari biladigan texnik jihatdan nihoyatda usta bo'lgan birlari bo'lgan bo'lsa, demak, Turk Telekom'ninki uni bilib ketish ehtimoli yana tövallab ketadi. Endi bu gap hozir Huawei'ninki nimasi keldi. Huawei'lar ZTE dunyodagi shu antenna ta'minlaydigan shirkatlarning birisi, Zhongxing shirkati deymiz, ZTE. Bu shirkatlarni shu tadqiqotchilar bir qancha yildan oldida tekshirib, bularniki oq tarafdagi shu nima deymiz, ust qurilmasida Xitoyga uchur yo'llash ehtimolligining nihoyat yuqoriligini nima qilgandan keyin besh ko'z davlatlar deymiz-ku, Amerika, Kanada, Angliya, Yangi Zelandiya, Avstraliya qatorliq davlatlar dastlabki Huawei'lar bu Zhongxing shirkatininki antennasini nima qildi, undan keyin barbara boshqa davlatlarmi buningki boykot qilib, ularni ishlatishni to'xtatib qildi. Ammo yana ko'pincha Yevropa davlatlari, o'rta sharq davlatlar Huawei shirkatining narsasini ishlatadi. Chunki ularning raqobatchisi kim bo'lsa, Ericsson bilan Nokia. Nokia bilan Ericssonga o'xshash texnikadagi narsalarni qiladi. Ammo Xitoyning Huawei texnikasi 5G sohasida baldurroq bozorda ishlatilib bo'lgan darajada mukammal bir sistemani o'tirib qo'yganligi uchun ham baho jihatdan odatda 20%dan 30% tuvan bo'lganligi uchun avayqa biz degan raqobat soladigan mablag'ninki mumkin bo'lsa oz bo'lishini talab qilganligi uchun nurg'un shirkatlar shu Huawei'ning texnikasini ishlatadi. Bunda bo'lganligi uchun shu Huawei'ninki antennasi ma'lum jihatdan yuchiq bilan ta'minlash ehtimoli bor. Shuni demoqchiman. Undan boshqa yana Huawei'ning antennasi orqali bir qism uchurlar biz bilmagan holda Xitoy davlatiga ketishgan. Chunki Xitoyninki uchur bexatarlik qonunida shu davlatninki ichidagi har qanday shirkatninki har qanday vaqtda uchurni davlat bexatarligi asosida ta'minlash majburiyati bor. Unda bo'lganligi uchun Huawei'ninki agar xohlasa
Türkiye'deki Uygurlarninki ne uçurlarını bizga yo'llaysa desa balkim yo'llashi. Bu yana bir xil bu Yo'q deyishi yerdagi mumkin emasda. u Haqiqatan. mutlaq xatarlik degan narsa yo'q bu yerda. Haqiqatan yani doktor ish qilib Turkiya ish qilib va boshqa davlat bo'libmi Turkiyaning shu biz ilgirki nashqati musofitimizmi deyish to'qani. Shu masalada g'arbga o'xshash masalan bir musofi qo'yishning o'rniga butun modam hamma narsa shu Xitoyning olib ketishi odamlar haqiqatan tushundirdi. Bexatarlik masalasida qatma-qat diqqat qilmasa bo'lmaydigan darajada.